Milliy sertifikat 3-variant yechimlari. Quyidagi jadvalda kalsiy karbonatning parchalanishidan hosil bo'lgan aralashmaga doir ma'lumot berilgan. Parchalanish reaksiyasini yozib olishimiz kerak. Kalsiy karbonat parchalanganda kalsiy oksidi hamda karbonat angidrid hosil bo'ladi. E'tibor beramiz, bu yerda parchalanishidan hosil bo'lgan aralashmaga doir. Aralashma tarkibida yana kalsiy karbonat bo'lyapti. Bu degani qanchadir kalsiy karbonat parchalanmay qolgan. Demak, biz aralashmamizda yozaylik shuni. Kalsiy oksidi bor aralashma tarkibida, parchalanmagan kalsiy karbonat ham bor, karbonat angidrid gaz. Bu yerda kalsiy oksidi va karbonat angidridni mol nisbati bir xil, bularning moli ham bir xil chiqadi. E'tibor bersak, bu yerda N+1, bu yerda 2. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, tenglashtiramiz. N+1 teng 2. N ni qiymatini hisoblasak 1 ekan. 1 mol kalsiy karbonat parchalanmay qolgan. Chunki bu parchalanishidan keyingi holat. Mana bu 1 mol ekan. Karbonat angidrid 2 mol, bunga 1 qo'yamiz. Parchalanganini topib olsak bo'ladi endi. X qo'yamiz. 2 mol parchalangan bo'ladi. 2 mol kalsiy karbonat parchalangan, 1 moli parchalanmagan. Umumiy kalsiy karbonatning moli qancha bo'lgan? Demak, N qo'yamiz, u boshqa. Endi mol uchun mol kalsiy karbonat 2 mol parchalandi, 1 mol parchalanmadi, umumiy 3 mol. Bizdan nimani so'ragan? Shu ma'lumotdan foydalanib reaksiya unumini aniqlashimiz kerak. Parchalanganini bo'lamiz umumiy moliga va ko'paytiramiz 100 ga. Ko'paytirsak 200 bo'ladi, taqsim 3. 200 taqsim 3 bo'lsa, to'g'ri javob B varianti. Kislorod gaziga o'zining massasidan 40 gram kam bo'lgan geliy qo'shildi degan. Kislorodning massasini 32x deb belgilasak, 40 gram kam bo'lsa 32x minus 40 bo'ladi. Shunda aralashmaning umumiy massasi qo'shamiz. 32x plus 32x minus 40 jami 64x minus 40 gram bo'ladi. Bu aralashmaning umumiy massasi. Aralashmaning umumiy moli kerak bo'ladi endi bizga. Bu x molda o'zi, chunki 32 tanlagandik, plus buni molga aylantirish uchun molekulyar massasi 4 ga bo'lishimiz kerak. 32x minus 40 ni bo'lamiz 4 ga. X o'zi qoladi, plus 32x ni 4 ga bo'lsak 8x, 40 ni 4 ga bo'lsak 10. Jami 9x minus 10. Bu aralashmaning umumiy moli. O'rtacha molekulyar massasini hisoblaymiz. Vodorodga nisbatan ishlik 2 ga teng. Ko'paytiramiz. Vodorodga nisbatan ishlik 5/5. Vodorod massasi 2, molekulyar massasi 5/5 ga ko'paytirsak, o'rtacha molekulyar massa chiqadi. 11 gram taqsim mol. O'rtacha molekulyar massani hisoblash uchun umumiy massani umumiy molga bo'lishimiz kerak. Umumiy massasini kiritamiz endi. 64x minus 40 taqsim umumiy mol esa 9x minus 10 teng 11 chiqishi kerak. Har qanday sonning tagida 1 bor desak, 1 kara 64x 64x minus 1 kara 40 teng 11 kara 9x 99x minus 110 plus o'tadi 110 minus 40, bu ayirishib o'tadi 99x minus 64x. Ayiramiz endi. 110 dan 40 ni ayirsak 70. 70 x narigi tomonda 70 teng 35x. X teng 70 35 ga bo'lsak 2. 2 mol ekan bu yerda kislorod. Qo'shilgan geliyning massasi kerak. Geliyning massasi mana shu yerda. Hisoblab qo'yamiz. Massa geliy. 32 ni ko'paytiramiz x ning qiymatiga va ayiramiz 40 ni. 64 dan 40 ni ayirsak 24 gram qo'shilgan ekan. To'g'ri javob B varianti.